Mana Xudo xolasa shivellerlarimiz hamma variantidan yetib keldi inshaalloh. Bu yoqda ham bor. Shivellerlarimiz bu yoqda yangilar. Bugun tushirdik. Xudo xolasa 12.8 bu. Shivellerlar Xudo xolasa gatov bo'ldi. Reklamamizga bilasizlar biz qo'limizdagi imkoniyatga, materialimizdan qarab chiqib, qo'ldagi imkoniyatga qarab keyin ish qilamiz. Sababi ba'zi birovlar singari zakaz olib shu 3 ta zakazga materiallar chiqiyor, 2 ta zakazga unaqa ish qilmaymiz. Qo'ldagi materiallarga, imkoniyatlarga qarab kelib chiqqan holatda mana bu yoqda ham olti beto'llarimiz bor. 2.1, 1.7, 3.2 gacha bor. Xudo xolasa qo'ldagi imkoniyatga qarab zakaz olamiz. Mana hozir 1.8 lik pashti ishlatmayapmiz. 1.8 liklar mana hammasi turibdi bu yoqda. Mana bu yoqda esa bir pachka 2.1 lik olganman. 2 lik deb zakaz o'tganlarim hammasiga shundan qo'yaman. Stenkes. Aqliyatga liboyskiy shtanga sirkul bilan tekshirib o'raydi. 2.1 Xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli darvoza kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa mana bu Andijonni zakasi bu. Andijon Xonobodmi deb bilmayman, qaydir u. Bir oydan o'tdi, 1,5 oy bo'ldi zakaslarni olganimga. Okaga iyulga o'rnatib beraman deb zakaslarni olganman. Lekin ikki marta telefon qildilar, zakolat chiroyli tashab berdilar, ustida tezlatavering deb. Xudo xolasa mana o'sha darvoza bo'lyapti. Bu ham 2.1 lik ishlatilyapti, Xudo xolasa. 2 qavat, aytib 3 qavat bo'lyapti. Mana bu Sirdaryo Sayxunobod darvozasi, Xudo xolasa mana bo'lyapti. Xudo xolasa lazerlar ham o'ta ideal holatda chiqdi. Only 2.1 dislar hamma yo'g'i. Sifatlari mana. İnşallah sifatlari numeridan holatda chiqarib beramiz. Andijonni Shahrixon darvozasi, Xudo xolasa. Shu darvozamiz bitsa keyin YouTubega reklama chiqaramiz. Darvozani ertaga yoki indinga sepishga harakat qilamiz. Bugun polni najdagini qilib, polni silliq ishlaymiz. Sifatlarni bu ham mana yo'raverishim. Xudo xolasa. O'zlarining territoriyalarida numeridan turadigan holatda qilib chiqarib beramiz sifatlarni. Mana katta usta mana ilmiy ish bilan bandlar. Mana o'kaylar. Xudo xolasa. Hamma yo'q o'sha aytilganidan kitobiy mashina bo'lyapti. Inshaalloh paddeshga qilib turasizlar, sog' bo'linglar, charchamani. 2.1 lik, spachinili shanner bo'lyapti. Kimga tashlash o'zingni yaxshi bilasizlar. Sifatli darvoza tayyorlab tanishlarga videolarimizni tashlab obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin, sog' bo'linglar, charchaman.